Assalomu alaykum aka-ukalar. Sog'lig'inglar yaxshimi? Hozir mana Rossiyani Samara degan joyga keldim. Dokument vashchi problema bo'lyapti ekan. Hozir shu dokument ekzamindan o'tish kerak ekan. Ekzamindan o'tib keldim. Javobini bir haftadan keyin olasan dedi. Hozir shin ketyapman endi javobini olgani. Javobini borib ko'raylikchi, o'tdikmi, o'tmadingmi ekzamindan. Dokumentdan vashchi problema bo'lib qolibdi-yu, aka-ukalar. Vash kelishni hojat qolmay qolibdi-yu Rossiyaga. Samara degani o'zi biz Andijon shahardan nechalar farq qilar ekanda. Shunga ancha vahima deydi-yu. Vahimasilar ko'p ekan bularni. Hamma pul bo'lib qolibdi-yu, pul. Bu yerda pul ishlagani emas, pul sarflagani kelish kerak ekanda. Ha. Anaqa samokatlar bor ekan mana bu yerda. Mana kartani tekkizish kerak ekan, kodi bor ekan. Kodini yozish kerak ekan, haydab yuborasiz ekanda. Kichik olibdaman.